Bezod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi aka? O'sha Mountain brending agentligingiz bizani Jiddiy Labs marketing agentligi bilan ma'lum vaqt hamkorlikda ishlab keldi. Shuning uchun hozir o'sha hamkorlik doirasidagi fikrlaringizni, xolis feedback deydi-ku, o'tiblaringizni so'ramoqchi edik. Shunga o'zingizning fikrlaringizni aytsangiz. Xo'p bo'ladi. Birinchi sizlarni ma'qul kelgan tomonlaringiz o'zi g'oyaviy jihatdan g'oyalarni ishlab chiqish o'sha kontentlar sababli bo'lgan, ya'ni sizlar bilan kelishuv qilishimizga sabab. Undan keyin esa sizdagi targetni chuqur olib borilishi. Chuqur deganimda, masalan, deylik, har bir tushgan sotuv, misol uchun bizada lead kelib tushyapti. Sotuvgacha bo'lgan jarayonni analiz qilishlaringiz. Ya'ni masalan deylik, qaysi kreativ olindi, deylik 10 ta, 20 ta, adashmasam 50 tagacha kreativ oldik. Aynan qaysi biridan sotuv bo'lyapti, qaysi biridan kreativ yaxshi bo'lyapti. Mana shu yergacha juda chuqur analiz qilingani bizga juda ma'qul bo'lgandi. Ya'ni har bir narsaga chuqur qilingan va shu paytgacha men boshqa bir bunaqa agentlik, bir necha agentlik bilan ishlaganmiz. Hech birida bunaqa narsa ko'rmaganman. Bunchalik darajada chuqur analiz. Balki ular qilishar, lekin ochib, ko'rsatib, mana bunaqa bo'lyapti, mana bundan sotuv bo'lyapti, mana buni yaxshilash kerak, mana buni to'g'rilash kerak degan joylarni bo'lmagan. To'g'ri aytdingiz Bezod aka. O'zi hozir bizani o'zbek bozorida targetologlar juda ham ko'p va o'zini ishini sevib qiladigan targetologlar, marketing jamoalari sanoli desa ham bo'ladida. Hozir biza o'zi ko'p biznesmenlarga ham o'sha shu paytda aytamiz, bizani kuchli tarafimiz o'zi aslida targeting va strategiya. Targetingni strategiya bilan birlashtirib qilmasa natija bo'lishi qiyin-da. Hozir alohida jamoalar ham chiqqan, faqat targeting bilan ishlashadi va yaqinda bittasi bilan gaplashib qoldim, ular aytayaptiki, biz faqat targeting qilib beramiz. Ya'ni ssenariy ham biz bermaymiz, o'zligi berishadi, o'zligi bergan ssenariy, o'zligi bergan kreativ bo'yicha biz target yoqib beramiz deyapti. Va men hayron bo'ldim. Faqat o'sha knopkani bosib qo'yish bilan bu ish bitmaydi-da. O'sha knopkani bosishgacha bo'lgan jarayon bor. Analiz qilish kerak, audit qilish kerak, strategiya ishlab chiqish kerak va hozir o'shanga juda katta fokus bilan ishlayapmiz. Hatto o'sha hozir o'sha xalqimizni tanigan katta kompaniyalar ham aloqaga chiqib, audit so'rashyapti, o'zligini targetini qilib berishimizni so'rashyapti. Xudo xolasa shu yo'lda harakatdamiz, xudo xolasa. Xayrli bo'lsin. Rahmat aka. O'zi umuman olib qaraganda ma'lum vaqt ishladik. Agar natija ko'rgan bo'lsangiz, boshqa biznes egalariga ham Jiddiy Labs agentligimizni tavsiya qilgan bo'lamiz Bezod aka. Albatta tavsiya qilamiz va shu paytgacha ham tavsiya qilyapmiz. Menimcha bir nechta mijoz sizlarga o'zimiz ham yuborganmiz. Suhbatlashib ko'rgan bo'lsangiz ham kerak. Hozir ham va bundan keyin ham Jiddiy Labs agentligini tavsiya qilamiz, chunki o'zimiz manfaat ko'rganmiz. Aynan masalan target natijasini o'zini oladigan bo'lsak ham, korxona tarixidagi eng katta sotuv targetda mana shu Jiddiy Labs bilan ishlagan paytimizda bo'lgan. Bu katta natija bizlar uchun. Ancha o'sganmiz. Bilim jihatdan ham, kontent saviyasi jihatdan ham biz rozimiz o'zimiz bergan pulga Jiddiy Labsga. Rahmat katta xolis fikrlaringiz uchun. Aslida bundoq olib qarasak, har bitta loyihada natija qilish oson ish emas. Biz o'zimizda ham qiyinchiliklar bo'ladi, lekin o'sha biror bir bizga ishongan, biz bilan hamkorlik qilishga qaror qilgan bizneslarga biz qo'ldan kelgancha harakat qilamizki, biz bilan ishladimi, natija ko'rsin, baraka topsin va ertaga deylik baribir ma'lum vaqt keladi, hamkorlik to'xtatiladi. O'sha hamkorlik to'xtatilganda ularni xayolida Jiddiy Labs agentligimiz, ya'ni yomon bir taassurot bilan qolmasin degan narsaga harakat qilamiz. To'g'ri, bu juda ham oson bo'lmagan narsa. Oson bo'lmaganligi uchun ham hozir o'sha biznes egalarida ko'p agentliklar uchun juda ham ko'p negativ uyg'onib qolganda, men ko'p leadlar tushadi, zaifkalar bo'ladi, ular bilan gaplashganimda 90% ishonsiz, aka agentlik bilan ishladik, baraka topmadik. Sizlar bilan ham ishlasak shunaqa bo'lsa-chi deyshadi. Men eng ko'p qiynaydigan narsa mana shu. Bizani ham ya'ni mijozlar bundan og'rig'i shu va bizani ham qiynaydigan narsa shu bo'lganligi uchun jamoamga ham ko'p tushuntirib boraman. Bitta biznes bizga bog'landimi, ertaga ularning rizq topishi bizani qilgan harakatga bog'liq bo'lyaptimi? Sizlar o'sha mas'uliyatni his qilinglar va mas'uliyat his qilgan holda o'zingizga yelkangizga qo'yilgan ishni
bajaringlar chiroyli ravishda deymanda, ya'ni sizlar ham rizq topib olsa shuni orqasidan sizlar agar yaxshi misol uchun harakat qilib bersanglar biznes ham rizq topadi. Bu rizq topgandan keyin xalqqa ham biz nima qilib bera olamiz? Ish kuch ko'payadi, misol uchun bitta biznes rivojlanadigan bo'lsa, boshqa bo'ladi. Endi shuni yo'lida harakatdamiz. Sizga ham foydamiz tegan bo'lsa, o'zidagi xursandmiz. Biz ham xursandmiz. Bu yerda natija bo'lmasligini sababi bir nechta faktorlarga doir bo'lishi mumkin. Masalan, deylik, bizning sohamizda ham bor, boshqa sohada ham bor. Masalan, deylik, biz o'zimizga ham aytishadi, qaysidir agentlik bizani aldab ketdi yoki ishimni bitirib bera olmadi deyishadi. Bu yerda bir nechta holat bo'lishi mumkin. Misol uchun, birinchisi haqiqatda agentlik chiroyli ishini qilib bera olmagan bo'lishi mumkin yoki ortiqcha va'da berib yuborgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomonda kutuvni ham noto'g'ri qilish qismi bor. Ya'ni masalan, deylik, endi target endi yoqayotganlarda yoki masalan mana shu SMM birinchi boshida qidirayotganlarda kutuvlarni noto'g'ri bo'lib ketadi. Sotuvni masalan keskin o'stirib yuboradigan narsaga qarashadi yoki masalan, deylik, bo'ldi, men kompaniya bilan shartnoma qildim, hammasi zo'r bo'lib ketadi deb o'ylashadi, lekin uni har bir parametri bor. Masalan, deylik, o'sha deylik kreativni o'zidan oladigan bo'lsak, o'zim tushungan narsam katta narsa kreativga bog'liq targetdan ham ko'ra. O'sha ssenariydan tortib, uni syomkasi-yu, uni ijrosi-yu, kim qatnashishi, qanaqa uni ko'rsatib berishi, keyin uni montajda o'sha ssenarist yoki rejissor o'ylagan narsani chiqarib bera olishi, chiqarib bergandan keyin uni to'g'ri vaqtda, to'g'ri holatda, to'g'ri formatda chiqarilishi, undan keyin misol uchun target yoqilinishi. Target yoqilganda ham o'sha to'g'ri yoqilinishi. To'g'ri yoqilgandan keyin uni sotuv bo'limi uni qabul qilib olgandan keyin bog'lanib, keyin nimaga qo'yish. Masalan, deylik, biz ham o'zimizda ham hatto shunaqa bo'ladi. Lidlar tushadi, lekin sotuv bo'limi gaplasha olmagan u lidlar bilan. Atkazga chiqarib yuborgan noto'g'ri holatda. Hozir biz sifat nazoratini yo'lga qo'ydik. Atkazga chiqarib yuborgan mijozlarga boshqa odam qaytib chiqyapti sifat nazorati sifatida. O'shanda ko'ryapmizki, noto'g'ri atkazga chiqarilganlar ham bo'lyapti. Bu yerda nima bo'ladi tadbirkorda? Mana shuncha o'lchash kerak bo'lgan narsa borda, qaysi birida birinchidan o'tachga ketayotganini aniqlash kerak bo'ladi. Bu uchun har birini songa qo'yib chiqish kerak. Misol uchun kreativni o'zida ham o'sha hook rate, hold rate, masalan, deylik, CTA'ni foizlari yoki boshqa CTR'lar bor. Har birini o'lchab, uni Alisher aka aytganday matematika sifatida ko'rish kerak bu narsani biznesda. Hammasini raqamga solinsa, keyin kimda ayb ekanligi yoki kutuvlarini to'g'rilash mumkin. Misol uchun, men kutuvni nima qilaman? Deylik, o'sha agentlik bilan ishlayapmanmi? Menda hook rate'im 30% bo'lish kerak degan zadachani qo'yaman. O'shandagina misol uchun kutuvim to'g'ri bo'lishi mumkin. O'shanda agentlik yaxshi yoki yomonligi bilinadi-da bu yerda. Ba'zilar shunaqa holatlar bo'ladi. Masalan, jiyani keladida, "Amaki, qanaqa video chiqardingiz, вообще dabdala qilib mana bunaqa video chiqaring, hozir million prosmotr bo'lyapti" deb uni yo'ldan urish ham mumkin. Lekin u brend xarakteriga, pozitsiyasiga, segmentatsiyasiga tushadimi, trend orqasida yurmaslik jihatlari bor. Noto'g'ri bloger bilan reklama berib qo'yish bor. Xullas, butun bir nima deydi, o'lchash kerak bo'lgan narsa. Juda ham. O'shani kutuvni to'g'rilab olish kerak. Kutuvni to'g'rilash uchun o'lchash uchun metrikalar bo'lish kerak-da. O'sha metrikaga tushirgandan keyin agentlik yaxshi ish qilib berganmi yoki yomon ish qilib berganmi nima qiladi. Yoki masalan, deylik, bir oy ishlab yaxshi yoki yomonligini bilib ham bo'lmaydi. Chunki bir oyda bilinadigan narsa emas. Biror bir agentlikning natijasi. Bo'lib ham masalan, deylik, kompaniya endi mediyasini yuritayotgan bo'lsa. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Birinchi navbatda aytgan gapingizga qo'shilaman, kutuvlarni to'g'ri qilib olish juda ham muhim hisoblanadi. Yaqinda bitta biznesmen bilan gaplashdimda, ular aytayotdilar, menda 2 hafta qoldi sezonim tugashiga. Lekin men hech narsa qilmaganman hali. Sizlar bitta video olinglar, o'shani target yoqib beringlar, qiyin ish emas-ku, deyaptilar-da. Keyin men aytaman, "Yo'q aka, bunaqa ish bo'lmaydi. Bitta video bilan aslida ish qilib bo'lmaydi. Sizda hali hech narsa yo'q-da." Ya'ni shunaqangi taassurot borki, qilib qo'yilsa bo'ldi. Video olib yoqib yuborilsa bo'ldi. Aka, deyman, agar menga aytayotdilar-da, "Men ko'chadagi bitta anaqaga beruvdim, Instagramda yoqib berdi-ku. Aka, 15 minutda yoqib beraman. Ko'zingiz oldida deyman, targetini agar kerak bo'lsa. Lekin u sizga natija olib kelmaydi. Anta 40 minutda, 50 minutda prosmotr bo'lishi mumkin. Lekin kimlarga ko'rsatyapsiz? Metrikasi aytganingizdek, metrikasi yo'q uni. Kimlar ko'ryapti reklamangizni, qiziqadigan auditoriyami, segmentatsiya bormi? Umuman bilib bo'lmaydi. Uni qilishimiz uchun biz birinchi navbatda segmentatsiya qilamiz, tahlil qilamiz.
o'zini yo'llarini ishlab chiqamizki, keyin siz to'g'ri odamlarga ko'rsatib qilamiz va sizga sotib olib kelsin. Lekin bu jarayon qisqa muddatda hal bo'ladigan narsa emasda, ya'ni kutuv, to'g'ri aytganingiz. Yana bitta holat bo'ldi. Hozir o'shani aytib ketmoqchiman. Katta kompaniya bilan ish boshladik. Biznes egasini o'zi ichkarida bo'lib turib, holat qanaqa bo'layotganligini ko'rmaydi. Ya'ni xodimlar zo'r ishlayapti deb o'ylaydi, hammasi yaxshi deb o'ylaydi, lekin tashqaridan biz bitta audit qilib berganimizda o'sha ko'ramiz, ham marketing voronkalarida kamchiliklar bor, ham marketing voronkadan sotuv bo'limiga o'tayotganda kamchiliklar bor. Ya'ni siz aytganingizdek, ularda ham shunaqa holat bo'lgan ekan. O'sha aslida sifatli lead, lekin uni sifatli emasga chiqarib yuborishyapti-da. Mana bu o'sha deylik, unaqa son ko'payib ketursa ham biznesmen unga pul to'layapti, har bitta leadga pul to'layapti. Lekin uni sifatsizlikka chiqarib yuborsa, hech kim shug'ullanmaydi u bilan. Biz o'shani analiz qildik, audit qildik. Baraka topqirlar, bu aslida sifatli ekan. Boshqadan ishlash kerak deyilyapti, o'sha sifatlilikda soni oshyapti-da, foiz oshyapti. Shunday holatlar ko'p, hatto o'sha katta kompaniyalarda ham bunaqa muammolar bor ekan. Shunaqa bo'ladi. Bizdagi kichkina suhbatimiz uchun sizga tashakkurlar. Sizga ham rahmat. Fikrlaringiz uchun rahmat. Xudo xolasa sizga ham ishlaringizda muvaffaqiyat tilab qolamiz. Birga bo'lsin. Rahmat aka. Rahmat, xayrli bo'lsin.